Sirati sahabiy jalil Abu Ahmad ibn Jahsh radhiyallohu anhu. Bu sahabiy Asad ibn Xuzaymani farzandlaridan bo'ladilar. Islomni avvalin kishi qabul qilganlardan bo'ladilar. Bu sahabiy ko'zlari ko'r ekan. Yakka o'zlari Makkani chor tarafidan aynalar ekanlar. Musulmon bo'lganlar ikki inog'alari bilan billa Abdulloh va Ubaydulloh. Musulmon bo'lganlar Nabiy Darul Arqamga kirmasdan ilgari ikki hijratni hijrat qilgan kishilardan bo'ladilar. Islomga ikkilanchi kishi hijrat qilgan. Habashaga hijrat qilganlar inog'alari bilan billa Abdulloh va keyin Madinaga ham hijrat qilganlar. Bu sahabiy payg'ambarimizni ammalarini o'g'illari bo'ladilar. Onalarining otlari Umayma bint Abdul Muttalib. Bu sahabiy payg'ambarimizni qaynog'alari bo'ladilar. Bu sahabining hamshiralari Zaynab bint Jahsh. Payg'ambarimizning xotinlari Ummul Mu'minin. Shu familda uylari Makkaning ichiga behtarin uylardan hisob bo'lar ekan. Bu sahabining vafotlari 20 hijriga vafot qilganlar. Alloh rozi bo'lsin Abi Ahmad ibn Jahshdan va Alloh rozi bo'lsin boshqa ashabi kiromlardan.